Assalomu alaykum. Qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Men bugun домашний konfet qilyotgandim. Qolgan orexlarni, suxofruktlarni sovurdim-da. Anaqa qilib, qiyma qilib oldim. Misrovkadan chiqardim. Buni ichiga har xil qolgan orexlar, yana ko'proq qismi araxis bilan tыквенный семечка bo'ldi hozir menga. Suxofruktlardan feniki soldim, чернослив soldim, qora mayiz soldim. Va shular hammasini misrovkadan chiqardim. Shu qiyma bo'ldi. So'ng 2 qoshiq asal sovurdim-da. Mana shunaqa dumaloq go'shtli sho'rva qilamiz-ku. Xuddi o'shanday qilib, qo'limga dumaloqchalar qilib oldim. Qilyapman hali. Mana bunaqa qilib dumaloq kurgulashgachalarni qilib oldim. Endi ularni ustiga mana kunjut bilan aylantirib olyapman. Mana kunjutni olib, например, mana dumaloqcha bo'lsa, mana shunaqa qilib konfet qilib olyapman. Kunjutim kam qoldi. Shokoladim qolmaganida shokolad sotib olib, xudo xohlasa qolgan shokolad qilaman ustini. Shuni eritaman-da, xolodilnikdan olib, shu shokoladlarga botirib olaman, birdan qotib qoladi. Домашний konfetimiz tayyor bo'ladi. Qizlar, sog' bo'linglar, uyda tayyorlanglar.